Assalamualaikum qadirli sağdaşlar. Farabi 4 dersxanasına hoş geldiniz. Bugün hazırlık zaman Uyghur dil dersimizden 8. dersi başlayımız. 8. dersimiz fonetikinin 4. bölümü. Dersimizi başlayışdan burun ötken saatlik dersimizden ahırda sorab ötken 2 sualımızga kıskaça cevap berip ötümüz. Undaq suallara qarab baqaylı. Birinci, Uyghur tilda qaysi tavsiz boğum tüzülmeydi? Bunun cevabı Uyghur tilda soluq tavsiz boğum tüzülmeydi. İkinci, Uyghur tilda bir boğum köp bolğanda qancha tavuş elementidan tüzüldü? Bunun cevabı Uyghur tilda bir boğum az bolğanda bir tavuş elementi, yani soluq tavuşdan tüzüldü. Köp bolğanda 4 tavuş elementidan tüzüldü. 4 tavuş elementinin birisi çoxum soluq tavuş boldu, qağalları üzik tavuş boludu. Şimdi bugünkü dersimiz gelsek sağdaşlar. Bugün dersimizde urgu hakkında toxtulup ötümüz. Undaqda urgu degen nima degende, urgu degenimiz köp boğumluq sözlerinin tərkibideki sözlük davışlar bir xil telaffuz qılmaydı. Ulardan biri başqaları qaraganda küçükürək telaffuz qılındı. Məsələn, alma, şəhər, tədqiqat degəndək sözlərdə axırqı boğumdakı sözlük davışlar küçükürək itildi. Muamilə, imarət, cəbbakeş degan sözlerde bolsa, ikinci boğumdaki soluq davuşlar başqa boğumlardaki soluq davuşlara qaraganda küçükürək aytildi. Köp boğumluq sözlərinin tərkibidəki məlum boğumdaki soluq davuşunun küçükürək aytilişi urğu deyildi. Uyghur tilda urğu, söz urğusu və cümlə urğusu deb iki xilga bölündü. Urğu doğrusu toxtalğan vaxtımızda biz asasən söz urğusunu көз tutumuz. Umum cihetini alganda Uyghur tili xas bolğan sözlərinin köpüncüsdə urğu köp hallarda sözünün axırıq boğumuğa düşüdü. Məsələn, bala, qışlaq, yeza, şəhər, hərəkət, məktəb, quruluş, işləp çıxırış qatarlıq sözlərinin hamısında urğu sözlərinin ən axırıq boğumuğa düşkən. Şunun bilan bir vaqtda urğu hamma vaqtda turaqlıq bo'la vermeydi. Sözlərə qoşumçu qoşulğandan keyin urğu qoşumchidagi so'ziq tovushga ko'chidi. Ya'ni so'zning o'zidagi so'ziq tovushdan qo'shimchidagi so'ziq tovushga ko'chidi. Masalan, qarindosh degan so'zni misolga olsak, qarindosh degan so'zdagi urg'u eng oxiridagi a tovushida. Endi buning qo'shimcha qo'shgandan keyingi qarindoshlar degan so'zi bo'lsa, lar degan qo'shimchaning a tovushiga tushgan. Qarindoshlarga degan so'zdagi bo'lsa, eng oxirgi a tovushiga tushgan. Bundan boshqa ishchi degan so'zni misolga olsak, ishchi degan so'zda oxirgi i tovushiga urg'u tushgan, ammo buning qo'shimchalar qo'shilgandan keyin bu yerdagi urg'u eng oxirgi tovushga o'tgan. Ishchilik, ishchilikdan, ishchilikqa, ya'ni eng oxirgi bo'g'imga o'tgan. Zaman, zamane, zamonaviy, zamonaviylashtirish bularning hammasimi o'xshashlar urg'u so'zning o'zidan qo'shimchalarga o'tgan. Urg'u fonetikalik tuzilishi o'xshash bo'lgan ba'zi shaklli so'zlarning ma'nosini farqlantirishda belgilik rol o'ynaydi. Masalan, acha desak achmoq yog'och, acha desak hada ma'nosidagi acha bo'ldi. Yama, kiyim yamashdagi yama, yama bo'lganda qo'noq yamisi. Ara bo'lganda o'ttira ma'nosidagi ara bo'lganda dehqonchilik quroli, bala, ya'ni kichik bala ma'nosidagi bala. Buningda urg'u birinchi bo'g'imda, ikkinchi so'zdagi bala, bu yerdagi urg'u ikkinchi bo'g'imga tushgan va bala qaza ma'nosidagi bala bo'lgan. Va bu urg'ular fonetikalik tuzilishi o'xshash bo'lgan ba'zi shakldagi so'zlarni farqlantirishda intayin muhim rol o'ynaydi. Bularni bilib olishimiz kerak. Endi pauza haqida to'xtalib o'tsak, pauza degan nima deganda, pauza degan so'zning ma'nosi tiniq degan ma'noda, ya'ni pauza degan bu atalg'u hozirgi zamon Uyg'ur tilida tinish, to'xtash degan ma'nolarda qo'llanildi. Kishilar so'zlaganda har bir jumla gapni qilib bo'lganda tinishga to'g'ri keladi. Bir jumlaning ichidami tinishga to'g'ri keladi. Bir jumlaning ichidami har xil tinishlar bo'ladi. Ana shundoq jumla bilan jumla o'tirsidagi cümle bölekleri bilen cümle bölekleri oturski, söz bilen söz oturski avaz cihetin tiniş pauza değildi. Pauza cümlenin kurulma katlamlarına asasen joylashtirilgandilar. İfadelemekçi bolgan oy fikrini aniq, to'g'ri ifadalagil bo'ladi. Nayt ro'shan bo'lgan pauzalar odatda yezikda tinish belgilari orqali ifodalanadi. Masalan, o'gan o'g'lim dadangga o'xshash, eshak bo'lma, bu yerdagi pesh dadangga o'xshashdan keyin qo'yilgan va bu maqtash ma'nosida kelgan, ammo bu yerdagi peshni o'zgartirib
Ögen oğlumның ahırdan peş koygandan keyin dadanga okşaş eşek bolma degan bolsa, bu maqtaş bolmasdan belki tillaş ma'nosidagi bir cümle bo'lib qolgan. Va buningga o'xshash pauzalarni ifodalagan vaqtimizda tinish belgilarining intayin muhim roli bor. Bu yerdagi ikkinchi misol qarab baqsak, varis to'yga keldi. Bu jumladagi kelguchi to'yga laqamlik varis. Ham ikkinchi jumlaga qarasak, varis to'yga keldi. Bu yerdagi kelguchi bo'lsa, to'yga, ya'ni bu yerdagi pauza ikki jumlaning farqini keltirib chiqargan. Yeni ba'zi ro'shan bo'lgan pauzalarga tinish belgilari ishlatilmasimi, lekin tinish yoki to'xtash o'rnining o'xshamasligi sababli ma'no farqlandi. Masalan, bu lo'nga emas. Bu lo'nga emas bo'lgan vaqtda bu yerdagi tinishimiz ikki jumlaning farqini keltirib chiqargan. U boy xotinining gapini anglabdi. İkinci cümle qarsak, u boy xotinining gapini anglabdi. Bu yerdagi tinish ikki jumlaning o'xshashlar farqini keltirib chiqargan. Yuqorida tilga ilingan misollardagi pauzalar ma'no farqlanish roliga ega pauzalar hisoblandi. Undan boshqa jumla bilan jumla o'rtasida, jumla tarkibidagi jumla bo'laklari bilan jumla bo'laklari, so'zlar bilan so'zlar o'rtasida ma'no farqlanish roliga ega bo'lmagan turli tinishlar bo'ldi. Yani bunun ba'zida tinish belgileri qo'yiladi yoki qo'yilmaydi. Yani o'xshashlar bularmi pauza hisoblanadi. Endi nutq iqimidagi tovush o'zgarishini ko'rib bilsak, nutq kishilarning tildan foydalanib qilayotgan gapidir. Ya'ni mening hozir tildan foydalanib qilayotgan gapim o'xshashlar nutq hisoblanadi. Kishilar so'zlaganda tovushlarni birdan ayirib chiqarmasdan, balki bir-biriga ulab arqa-marqa chiqirdi. Tavuşlarni bir-biriga ulab chiqargan vaqtda tovush chiqarish a'zolarining faoliyatiga masalda qo'shni tovushlarning o'zaro ta'sir ko'rsatishi natijasida ma'lum tovushlarda doim degdek ba'zi o'zgarishlar yuz berib turdi. Til tovushlarda yuz beradigan bu xil o'zgarish fonetikada nutq iqimidagi tovush o'zgarishi deyiladi. Masalan, ko'rib baqsak, sen degan so'zga mu qo'shimchasi qo'shilgandan keyin bu imloda sanmu deb yozilgan bo'lsa-mu, ammo biz so'zlagan vaqtda buni sanmu deb talaffuz qilmasdan sanmu deb bu şekilde telaffuz qilamiz. İkinci, men degan so'zga o'xshashlar mu qo'shimchasi qo'shilgandan keyin manmu deb yozilgan bo'lsa-mu, ammo buni talaffuzda manmu degan shaklda talaffuz qilindi. Ya'ni bularni o'xshashlar nutq iqimidagi tovushlarning o'zgarishi hisoblanadi. Boshqa misollarga qarab baqsak, omonlik bu telaffuzda amonliq degan shaklda talaffuz qilindi. Onluq bu onluq deb shaklda yozilgan bo'lsa-mu, bu telaffuzda onluq, ya'ni jumla ichida kelganda yoki bir nutq ichida kelgan vaqtda onluq degan shaklda talaffuz qilindi. 17 bu yozilgan vaqtda 17 degan shaklda yozilgan bo'lsa-mu, ammo bu bir jumla ichida yoki bir nutq ichida kelgan vaqtda 17 degan shaklda talaffuz qilindi. Bundan boshqa non ye degan so'z birikmasi normalda imloda non ye degan shaklda yozilsa-mu, ammo bir nutq ichida kelgan vaqtda non ye degan shaklda talaffuz qilindi. Endi fonetik darslarimizning eng oxirgi qismi bo'lgan bo'g'im ko'chish qoidalari haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Undaqda Uyg'ur tilidagi so'zlarning bo'g'im ko'chish qoidalari qanday bo'ldi deganda, tuvandagidek turlarga ayiramiz. Birinchi, qur oxiriga kelib qolgan ko'p bo'g'imli so'zning shu qurga patmay qolgan qismi keyingi qurga bo'g'im bo'yicha bo'lib ko'chiriladi. Bo'lingan bo'g'imning oxiriga siziqcha qo'yiladi. Masalan, ishlab chiqarish degan so'zni olsak, ish degan so'zning oxiriga siziqcha qo'yildi, ammo lab chiqarish degan qismning bosh tarafiga siziqcha qo'yilmaydi. Buni o'xshashlar ishchan, bo'lganlikdan, obdobparast deganga o'xshash, faqat bo'lingan bo'g'imning oxiriga siziqcha qo'yildi. Bo'linib chiqqan bo'g'imning bosh tarafiga siziqcha qo'yilmaydi. İkinci, raqam bilan yozilgan sanoq sonlar va tartib, ya'ni daraja sonlar qurning oxiriga kelib qolsa, ularni parchalab ko'chirishga bo'lmaydi. Masalan, 1984-yil bo'lganda 19ni bir qurg'a, 84ni bir qurg'a yoki boshqa har qanday bir xonasini bo'lib ikki qurg'a yozishga bo'lmaydi. Buni cho'qim bir qurg'a yozishimiz kerak. Üçüncü, baş harfi ilinib qisqartılma sözlerini ikinci qurğa bölüp yazışıq bo'lmaydi. Mesela BDT degan qisqartılma sözünü
BD'ni bir qurğa, qolgan qismini oxirgi qurğa, ya'ni yana bir qurğa ko'chirib yozish bo'lmaydi. Cho'qim bularni bir qurğa yozishimiz kerak. To'rtinchi, bir bo'g'imliq so'zlarni qurdan qurğa bo'lib ko'chirish bo'lmaydi. Masalan, xalq degan so'zning xani bir qurğa, liqni bir qurğa yozish bo'lmaydi. Bundan boshqa o'xshashlar bir bo'g'imliq bo'lgan do'st, qaz qatorliq so'zlarni qurğa ko'chirib yozish bo'lmaydi. Hammasini bir qurğa yozishimiz kerak. Beşinci, cüp sözlerini qurdan qurğa ko'chirganda birinci qurning oxiriga sızıqcha qo'yilganlikdan ikkinchi qurning beshiga sızıqcha qo'yilmaydi. Masalan, ilim fan degan so'zning ilimni bir qur'a yozib sızıqcha tortib, fanni ostiga yozib unga sızıqcha qo'yilmaydi. Faqat ilim degan so'zning orqasiga sızıqcha qo'yilsa yetarli bo'ladi. Bundan boshqa tuvandagi misollarni ko'rib o'tsak, urf odat degan cüp so'zni qur'a ayirmoqchi bo'lsak, örüp deganning oxiriga bir sızıqcha tasaqlan bo'ldi. Odat degan so'zning bosh tarafiga sızıqcha qo'ymaymiz. Bunga o'xshashlar savdo settiq, birma-bir deganga o'xshash. Shunga o'xshash bo'lingan jup so'zlarning birinchi so'zining oxiriga sızıqcha tasaqlan bo'ldi. Ikkinchi so'zning bosh tarafiga sızıqcha tatmaymiz. Yana dersimizin oxiriga keldik. Dersimizin oxirida bu darsga munosabatli bo'lgan tuvandagi ikki savolni so'rab o'tamiz. Birinchi, pauzaning roli nima? İkinci, boğum köçürüş qaydasiga asosan tuvandagi so'zlarni boğum köçürüp sinab beqing. Vatanparvar, gullangan, xo'shalxo'ram, qaraqum degan so'zlarni boğum köçürüş qaydasiga asosan boğum köçürüp sinab beqing. Bu savollarning javobini o'xshashlar YouTube videomizning ostidagi baho qismiga yoki Instagram hesabimizning DM qismidan uchur yozib olsanglar bo'ladi. Undaqda keyingi soatlik darsimiz ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.